Namatak, siydik haydovchi machigoni. Zarcha va kurkuma jigarga eng zo'r davo. Imbir, shamollashlar o'pka yallig'lanishiga yaxshi. Sedana o'limdan boshqa dardga davo. Rastaropsha jigar yog'larini eritadi. Qoraqand qonni suyultiradi, davlenani tushiradi. Kikoti davlenani ajali. Karkade qonni suyultiradi. Besmertik jigarni ajali. Qonchoy asab tinchlantiradi. Guli Muhammadi yuzni tiniqlashtiradi. Zafaron, shafrang zafaron allergiya qarshi. Qizil barbaris qonni suyultiradi, davlenani tushiradi. Burnaki gaymaritka, chiya urug'i yog'larni eritadi, ozdiradi. Koritsani originali sahrni diabetga. Kassiya bu ham sahrni diabet. Arpa bodyom qorin dam bo'lishlariga. Gvozdika virusga qarshi. Helba sahrni diabetga qarshi. Muskatni orix asab tinchlantiradi. Zig'ir urug'i ozdirishga yordam beradi. Kardamon yurakni baquvvat qiladi, bosh og'rig'ini qoldiradi. Shotuz sirkasi qonni suyultirib beradi. Sedana yog'i o'limdan boshqa dardga davo. Zaytun yog'i bu ham zo'r shifo.